Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayz va Safir 5 ning 3-qismiga xush kelibsizlar. O'tgan qismda men shunaqangi g'alati va sirli joyga kelib qolgandim. Men bu yerda qanaqangidir ko'z bor, men bu yerda uchadigan orol qishloqcha. Shu bilan birga bu yerda meteorit ham bor. Bu yerda men uy qurmoqchi edim, lekin o'ylab qarasam, bu yerda uy qurish normalniy fikr emas. Yaxshisi kelinglarda menda bed omen bor. 1,5 soatlik qishloqchani hozir raid qilamiz. Juda ham ajoyib bo'ladi va Hero of the Village ni olib, undan keyin totemlarni qo'lga kiritsak bo'ladi. Bitta muammo borda, meni slotim qolmadi prosta. Nima qiladi bu? Короче, musor qanaqangidir. Xo'p, slot paydo qilish uchun kelinglar, birinchi navbatda biz raid boshlandi. Birozgina kutsa ham bo'lardi, mayli. O'zim ham backpack yasamoqchi edim. Bu yerda golem bormi yo'q. O'zi raidni qaytaradigan golem bo'ladi. Goleminglar yo'qmi? Bechoralar. Bularga rahmim kelyapti. Uni qarang, pitirlashni boshladi. Demak, raid boshlanib ketdi. Xo'p, kelinglarda birinchi navbatda golem topib oldim. Normal, menda temir bor, tak что bemalol raidni o'tsak bo'ladi. Okey, bu yerda sunduqlar bormi? Yo'q. O'zi qaroqchi bu yerda men. Bu yerda sunduq yo'q ekan. Tagi bu qishloqdagi uyda esa, brat, baribir kiraman. Ikki kishi bitta uyga kiryapti. Xo'p, короче, azizlar, bizda sunduq yo'q ekan bu yerda. Golem oldiga kelamiz deb bo'ldi. Ana endi raidni boshlasak bo'ladi. Ana bu yerda uchadigan bulujniklar nima bo'lyapti? Tushunmadim. Yo, bizda menimcha raiddan ko'ra kattaroq muammolar. Dinozavrlar. Wow. Короче, tushunarli. Bratanim, menga yaqinroq turing. Asosiysi, qo'rqmang, hammasi normalniy bo'ladi. O'zim sizni himoya qilaman. Tak, hozircha pillagerlar ko'rinmayapti. Juda ham g'alati. Raid boshlangan lekin pillagerlar ko'rinmayapti. No, hajab ko'nglim uchun. Qayerdan suv tushgan? Uni qaranglar. Daraxtdan suv tushyapti. Bu tushunmadim. Bu yerga men точно kelmaganman. Tekshtu bilmadim. Ekan? Seryoz, qaysi jinni bu yerga ekan ekdi? Yettoba. Mayli, kellarda просто так ko'mib qo'yamiz. Blokim yo'q ekan. Mayli, turaveradi. Xo'p, men shuncha tayyorgarlik nima uchun qildim? Qani pillagerlar? Tushunmadim. Pillagerlar keladimi yo'qmi? Mana shuni mana yerga qo'ysak ham bo'laveradi. Bratlanlarim, qochib turinglarchi. Let's go. No? Bu yerda o'zi, shoshma, temir, normal. Kimdir keladimi yoki yo'qmi? Juda ham g'alati holat azizlar. Men o'ylagandim, pillagerlar bostirib keladi deb o'yladim. O'zi shunaqa ham bo'lish kerak edi. Lekin hech kim yo'q. Jetilar prosta tak tumtaraqay bo'lib qochib ketishdi. Hammasi uyida golem maza qilib beribdi. Bular jinni bo'lganmi, nima bo'la deb. Hech kim yo'q. Seryozni. Nimadir qilishim kerak, men buni bosishim kerakman. No. Короче, bilmadim nima qilishga hayronman. Odatda kelardi. Mayli, azizlar, ketamiz qishloqni tashab. Ana yerda dinozavrlar ko'rdim. Umid qilamanki, ular hujum qilmaydi menga. O'shaning oldiga borsak bo'ladi. Ovqatim bor ekan. Normalniy. Birozgina yeb olamiz. Endi yetib keldi. Qaranglar, осталось нападающих 2 kishi qolgan. Tushunmadim. Kimdir hujum qildimi o'zi yo'qmi? Короче, men 2 ta pillager topishim kerak. Qayerdadir yuribdi, mazza qilib o'shalarni urishim kerak bo'ldi. Zona tugaydi. Ili boshqachami? Qoidalar qachon o'zgarishga ulgurdi? Men bilmay qoldim. Tushunmadim. Mana bu yerda bor ekan. Bratanim, bu yoqqa keling. O'zi 2 ta bo'lsa o'zim bilan tekislab tashlayman. Nima balo, yo'lda kelishda hamma yig'ilib bo'lib ketdim, bu yerga tushunmadim. Mayli. Oppa. Izumrud berdi. Hozir. Jonim ko'p, bemalol sakrasam bo'ladi ana ustiga. Faqat full damage dan normal jonim ketadi. Oy! 3 ta ketdi. Bo'laveradi. Bratanim, to'g'ri tushunasizga umiddaman. Mana endi raid boshlanyapti. O'zim tuzoqqa tiqdim. Prosta taktik. Shuni qo'yib chiqib ketsak bo'ladi. Okey. Ajoyib. 1 2 3 4 5 6 7. Xo'p, qani bu safar kim hujum qilar ekan? Yo! Qanaqangidir sehrga keldi. Yo, hazillashgandim. Uy! Rahmat. Qoch, o'lasan. Tak, menimcha bu jinnilar mana shu yerdan spawn bo'lyapti va qishloqqa kira olmayapti. Tak, shoshmaydi. Ana u yerda qanaqangidir sehrgar bor. Mana. Uchar ekan ham bu. Lekin tupoyda prosta tupoy qishloq mana bu yerda eng qizig'i. Bu qishloq territoriyasi emas-da. Birdaniga suvdan spawn bo'lsa yaxshiroq bo'ladi, o'lib ketardi hammasi. Короче, men hayotimda ko'rgan eng tupoy raid mana shu bo'ldi.
Pillagerlar mana bu g'ordan chiqa olmayapti. Galayman buncha joyga yetib bilamanmi yoki yo'qmi bilmadim. Agar urib olib ketsam agar, nima kerak bizga? Qo'shimcha problemalar, tak что просто tak bu yerdan ketamiz. Raidlar o'zingizlarga nima deydi, buyursin. Tak что biz bu yerdan ketamiz. Tak mana bu yerda qanaqangidir gustoy o'rmon boshlanyapti. Ranglari juda ham chiroyli ekan. Menga mana bu dinozavrlar qiziq. Hozircha nima bor edi bu yerda? Hozir ko'ramiz va dinozavrlar despawn bo'lib ketdi. Menimcha raiddan qo'rqqan bo'lsa kerak. Tak. No. Yo'q, prosta yo'q. Abbo. Mayli, birinchi qismda ko'rgan o'yin menimcha da. Bu yerda e'tibor bermagan ekanman. Birinchi qismda e'tibor bermagan ekanman. Yuqorida avtomat turgandi-da. O'shanga chiqib otib ko'rish kerak edi. Tak, hozir boramiz. Nimagadir bularning eshigi yo'q. Suvdan generasi bo'lgan ekan, bizga foyda. Menda mototsikl bor edi. Ya'ni velosiped bor edi. Avtomat. Mana bu yerda avtomat bor. Hozir chiqib ko'ramiz. Qani nima qilsa bo'ladi bu avtomat bilan? Pillagerlar otsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Tak. Xo'p, bunga menimcha prosta tak qo'l bilan chiqish kerak. Hozir ko'ramiz. Bu urib ham bo'lar ekan buni. Nima qilsam bo'ladi hozir men? Tushunmadim. Tak. Okay, nimadir oldim men hozir. Bumi? Yo'q, bu emas. Qani avtomat? Menimcha mana buni beradi hozir. Короче, tushunarsiz holat. Kellarda birozgina tabletka ichib olamiz. Normalniy. Endi jitellar o'yini buzib chiqsak bo'ladi. Biratan nima sotasiz? Yana o'sha boyovoy jitel. Bu yerda mana bu yerda sunduq bor, birozgina noni bor ekan. Restoranda qo'ysak bo'ladi. Sedlo. Anchadan beri ko'tarib yuribman. Mablag' hech menga kerak emas. Ikkita bo'lib ketdi. Men buni yo'q, men kiyganimmi? Qaysindir qobiliyati bor edi. Uchalasini ham qobiliyati yo'q ekan. Yaxshisi buni qo'yamiz, buni yechib, buni ham qo'yamiz. Men buni kiyib olamiz, bunisini ham yechib. Mana nimadir o'zgardi hozir, to'shning. Bo'ldi. Prosta izlar men o'zimga slot ochyapman. Olamiz, olmalarni ham olib ketamiz o'zimiz bilan va ikkinchi etajga, undan keyin 3-etajga chiqsak bo'ladi. Okay. Bu yerda arziydigan narsalar, normal 60 ta temirim bo'lib ketdi-da, eng qiziq. Hali ba'zi uchun joy topganim yo'q. Botinkam normal ekan o'zimmi, non bo'laveradi, chotki. Bu yerda ayiqcha bor ekan, lekin men ayiqcham bor. Qaysidir obunachim izohda yozibdi, qayerdadir sunduqqa tashab ketdingiz degan. Qaranglar, bu yerda sunduq yo'q-da, boshqa sunduq aniq bilaman, yo'q. Chunki men o'yinni 2 marta aylandim. O'tgan qismda tumunlarda bormi yoki? Bochkalarda normal narsa ko'rmadim men. Birozgina ko'mir olamiz, siraya. Afsuski xom baliq ekan, mayli, hech qisi yo'q. Bu yerda izlar точно bilaman, bochkami yoki sunduq hech narsa qolmadi, короче. Men buni olib ketsam bo'ladi, lekin o'zimda bor, tak что olib ketmaymiz. Chiqamiz bu yerdan. Pulemyotdan o'tib bo'lmas ekan, pulemyotni buzib tashladim. Juda ham g'alati. Bet-omen bormi? Bet-omen ketibdi mendan. Games in World? Bu yana nima balo bo'ldi? E'tibor bermagan ekanman. Xo'p, mayli. Prosta tak bu yerdan ketamiz. Tak, azizlar, men bunaqasini ko'rmagandim. Bu birinchi SWAT. Uni qaranglar. SWATmi? SWAT yozilgan. Tepada ham nimadir bor. Nimadir emas, bu qanaqangidir kosmik kemami? Bu yana nima balo bo'ldi? Sapphire 5 juda ham g'aroyib ekan. Sirlarga boy. SWATga boramiz, SWATga tezroq borishimiz kerak. Tak, uxlash ekan bo'ladi azizlar, уже normalniy kech bo'pti. Men shu yerda uxlab, tezroq uxla. Monsterlar spam bo'lmasdan oldin, bo'lmasa boshlanadi. Nogiron zombi, bir qo'lli zombi, qo'li yo'q zombi, chilim chekkan zombi, mana shular narsalar boshlanib jonga tegishni boshlaydi. Tak что просто uxlab olamiz bo'ldi. Hech kim spam bo'lishga ulgurmadimi? Ulgurmadi. Lekin juda ham g'alati joylar ekan, xuddi Herobrine o'rmoniga o'xshaydi. Tak, SWAT ustida hammasi dekoratsiya. Bularning hammasi dekoratsiya. Shu bitta knopkasi bor ekan, normalniy. Uni qaranglar. Bu nima palo? Ruchnikmi bu? Skorost bo'lsa kerak. Juda ham g'alati qurishibdi. Tak, bu yerda mana shu narsalar menga kerak edi. Uni qaranglar. Politsiyskiy dubinka ham bor ekan, normalniy. Keyin buni olamiz, men shu yerga qo'ysak bo'ladi. Bitta bor ekan, kitni hozir o'zida yeb tashlaymiz. Tak, bo'ldi. Chotki chiqadigan joy qo'yish kerak edi deb. Palakat nimaga buzib chiqamiz, boshqa ilojimiz yo'q, chiqadigan joy qo'ymabdi. Shunaqangi chotki kemadib, mashinani buzdik. Mayli azizlar.
Bunaqangi biyom ko'rmagandim. Demak, Sapfir 5 da hali men ko'rmagan biyomlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Tepadagi konstruksiya g'alati ekan. Hali afsuski unga chiqa olmaymiz. Kamida bir 2 stak blok ketadi. Dai vashi pastga tushish ham problema. Hatto suv bor ekan, sakrasak bo'ladi, lekin mayli. Keling, birinchi navbatda baza qurib, ana undan keyin elitrami yoki uchadigan ranesmi nimadir yasab olamiz. Короче, ana undan keyin bemalol bunaqangi samoviy konstruksiyalarga chiqsak bo'ladi. Hozircha men hech narsa ko'rmayapman. Bu yerda asuyaglar ekan, просто suyaglar. Bizga bir tekis yer kerak-da. Tekis hech qanaqangi kosmik kemalar, katta ko'zlar yoki bog'lar yo'q bo'lgan normalniy baza qurishga joy kerak. Bu yerlar cho'ta normalniga o'xshamayapti. To'ba, kontrast qaranglar, buni qaranglar. Bu yerda o'lgan yer, bu yerda o'sha jungle boshlangan просто tak. Qanaqangidir minora ko'rinyapti. Oddiy minora bo'lsa kerak, borib o'tirmaymiz, просто jungledan chiqishimiz kerak. Mangrove biyomini bir ham yomon ko'raman. Gustoyda, plus hamma joyda suv, daraxtlar ustida yurmasa agar normalniy yo'l yo'q bu yerlarda. Sal qolsa o'lib ketardim hali. Oppa. Lava yaxshi-yu, lekin nima qilaman men lavani? Tekshda просто ketaveramiz yo'limizda. Let's go. Vaziyat yana ham qiyinlashdi. Bambuk zo'r paydo bo'ldi. Bambuk zo'r. To'ba. Bu yerda nimadir bor, hozir ko'ramiz. Tak. Men spawn bo'lgan daraxtga juda ham o'xshar. O'shani o'zi. Bir tinga shoshmaylar, daraxt ustida daraxt o'sib chiqqanmi hozir shunda? To'ba, jinnixonani o'zginasi yo'q. Qanaqangidir zoom modini qo'yishimiz kerak, bo'lmasa bunaqada qiynalib ketaman. Normalniy. Hoppa, yomg'irdan qutulib, qorga tutildim. Endi bolota boshlandi. Bir ham yomon ko'raman pastda. Men unga menimcha chiqsam bo'ladi. Keldi, yaxshi birozgina ovqat yeb, undan keyin saklaymiz. Shu o'zimga ishonchim baland, lekin baribir ham o'lish yaxshi fikr emas. Sakrasam bo'lar ekan. Yaxshi ham tirik qoldim, yaxshi ham olmani yeganim bo'lmasa точно o'lib ketardim. Bandamkalar zo'r narsa ekanda, qaranglar. 1 2 3. Bo'ldi, tamom, soppa sog'lom odam. Xo'p, oddiy biyomga chiqib oldik. Bu juda ham ajoyib. Qanaqangidir o'rmon ruhlari yo'qmi bu yerda? Archalarmi, yuguradigan ko'ppaylarmi? Yana bu yerda qanaqangidir Eiffel minorasi bor ekan. Bo'ldi, tanidim. Tashlandiq. Borsam, ana u ishlab ketdi. Pastda kimdir yoki nimadir bor. Monster ko'ryapman. Boramiz. Let's go. Shunaqa narsani nimaga qo'yadi? Bu yerda qanaqangidir redstone golem bor ekan. Juda ko'rinmayapti-yu. Lekin mayli, kiramiz. Normalniy jonlarda eng qizig'i. Bu o'rtadan o'tib ketsa hech narsa bo'lmaydi. Laminari, rahmat kerak emas. Bratani Kristianning zombi. Tiqilib qoldingizmi? Yordam beraymi? Bo'ldi, hozir men sizga biroz yordam beraman. Papkangizni bersangiz juda ham zo'r bo'lardi. Backpackni berdi. Ajoyib azizlar. Afsuski menda tapor yo'q, tak shu kirka bilan sindiramiz va nihoyat menda backpack bor. Tik qo'yamiz. Backpack qanaqa qilib ochardi? B bilanmi? Yo'q, bu emas, shoshmaylar. Управление, назначение klavish backpacks. Mana shu yerda bo'lishi kerak. S bilan boshlanadi. ABDF. Tak, S mana. Bo'ldi. Открыть рюкзак. B da turibdi-yu, hozir B ni bosdim. Mana bunga o'tkazamiz. Bo'ldi. Chotki. Qani iloyim kattaroq bo'lsin-da. Eng kichkina backpack mana shu ekan, lekin mayli, hammasini qo'yamiz. Ajoyib, juda ham ko'p slot ochildi endi. Unchalik ham foydali narsa chiqqani yo'q. Tekshto bemalol komposterga tashlasam bo'lardi, mayli. Bu yerda sunduq qolmadimi mabodo? Kimdir yozganda kommentda, qaysidir uydan men sunduq tashlab ketgan ekanman. Bu yerda sunduq yo'q azizlar, qaranglar. Ikkinchi etaj o'zi ham yo'q, qanaqangidir mini balkoncha qilgan nogironlar uchun. Mana yoqqa qarab yo'l yuramiz. Yana redstone galemda. Qayerda bu redstone galem bor bilmadim, menimcha yer ostida bo'lsa kerak. Mana yoqqa kimdir hozir aktivatsiya qildi. Hozir emas, kecha tunda. Hozir ko'ramiz. O'zi buni qanaqa qilib aktivatsiya qilsa bo'ladi bilmadim. Lekin kimdir qildi-da, короче. Bilmadim. Короче, ketamiz. Bir tinga qimmat darajali uy. Darajali uylar juda ham zo'r, lekin hozircha emas. Va nihoyat bizani ham ko'ksimizga shamol tegar ekan azizlar. Balotadan chiqdim. Bu juda ham ajoyib. Buni ishlatdimmi? Jinni bo'lib qolyapman oxirgi vaqtlarda. Meteoritdan o'tib ketyapmiz. Unchalik ham qiziqarli joylar yo'q hozircha. Normal. Oddiy Minecraft biyomida bu yerda uy qurib bo'lmaydi. Tak shu ketamiz.
Aniq bilaman, bunisida sunduq bor. Tak что chiqsak bo'ladi. Minerallar ham juda ham ko'p ekan, ya'ni turlari ko'p ekan. Ba'zilarida sunduq bor, ba'zilarida yo'q. O'tgan safargi nima deydi, videomizda kimdir izohlarda yozgan. Mana shu kitob javonning tagida sunduq bor, TNT ham bor degan. Azizlar, mana bunisida точно bor. Mana bu yerda tagida TNT bor. Bilaman. Unisida yo'q edi. U boshqa xil turdagi kitob javon edi. Tak что да. Kitob javon debman, sunduq edi deb tushundinglar, короче. Minora edi, kayzo. Bitta joyda 8 marta xato qildingiz. Mana bu narsalarni olib ketamizmi yoki yo'qmi bilmadim. Добыча. Добыча uch нормальный. Effective enchanted tons. Yo, rahmat, kerak emas. Ledahot, Juggernog, Chivo. Yo, rahmat, kerak emas. Blazed, yo. Bo'ldi. Короче, bir donagina kitob olib ketamiz bu yerdan va ikkita TNT. TNT la qani? Olmadimi? Mana shu yerda. Bu yoqqa. Oldim. Normalniy. Ketdik. Let's go. Xo'p, hozircha izlar men normal joy topganim yo'q. Oddiy Minecraft biyomlaridan boshqa hech narsa chiqmayapti oldimdan. Beryoza, temniy les, ana yerda kimdir uchastkasi bor ekan, e'tibor bermagan ekanman. Hozir boramiz. Adashmasam bu pillagerlarga tegishli. O'tgan safar bu yerga kirishdan oldin menga qumursqalar hujum qilgandi va qochib ketgandim. Hozir kirib ko'ramiz. Tak. Nima bola edi bu, bilmadim. Urug' bo'lsa kerak. Xo'sh, azizlar, bu yerda aniq bilan pillagerlar bor. Mana biratim. Bu chota pillagerga emas bu. Bir donagina jonim qoldi. Qanaqasiga tirikman? Lekin qanaqasiga tirikman? Okay. Tushunarli. Borib o'tirmaymiz. Mushuk qochishni. Bu yerda qishloqcha bormi? Normalniy. Yo, rahmat. Просто tak ketsa bo'ldi. Tirik ketsam shu yerdan bo'ldi. Men hali sapfirda kosmosni zap etmoqchiman-da. Qanaqangidir monsterlar просто nos tuflab o'ldirishga sal qo'yapti meni. Juda ham qiyin o'yin ekan. Mayli, men bu yerda yana nimadir chiqdi. Hozir ko'ramiz. Tepada ekan. Tepadami? Tepada. Abbo, bunga chiqa olmaymiz. Короче, juda ham g'alati struktura. Baliqlarni pishirmoqchi edim. Xomlikcha yevoribman. Afsuski. No, mayli. Nima qilardik? Mini kartaga bitta yuzlanadigan bo'lsa, uni qaranglar. Butun dunyoni 3 marta aylanib chiqman o'zi ham. Hamma joyni ilma teshik qilib, o'zi spam bo'lgan joyim mana, men bu yerda ekan, uni qaranglar. Agar kilometrga uradigan bo'lsak, juda ham ko'p yurganman. Nihoyatda ko'p. Tik. Hozir bu yerda men. Yaxshi bilasizlar, butonga qarab ketishimiz kerak. Shunda normal bo'ladi. Bu yerlarni ko'rganman, butonga qarab ketamiz. Let's go. Xo'sh, yana bitta qishloqcha butonda ekan. Buton oldinda turgan ekan. Qizig'i ko'rmagan ekanman. Deyarli mini kartaga qarab harakatlanyapman. Hech qayerga qaramasdan, просто tak mini kartaga qarab, birat nima qilyapsizlar xususida yuribman. Xo'p, qishloqchalar o'zgarmagan azizlar. Minecraft o'zining qishloqchalari. Mana bu yerda bitta yangi uy qo'shilgan. Bu kim uy ekan? Hozir ko'ramiz. Arm miltiqchi. Birat nima sotasiz? Короче, patron sotyapti. Afsuski buni avtomat yo'qmi, birat? Oppa. Buni qanaqa nima qilsam bo'ladi buni? Mush avtomatdan kerak. Okay. Qaranglar, sunduq deyishasiz yo'q. Bu insofdan emas. Nimadir qo'ysa zo'r bo'lardi. Bu yerda sunduq yo'q, mabodo. Biratanim, miltiq soting, undan ko'ra nima qilasiz? O'qini sotib. Jinni ekan bu. Shoshmaydi. Keldim-da, ko'rdim. Mayli, nima ham qilardik? Ketamiz, yo'limizda davom etamiz. Galem yuribdi bu yerda, mushuvacha yuribdi bu yerda. Ammo lekin mana shu narsa odamni asabiga tegish boshladi. Juda ham ko'p spam bo'lyapti, nihoyatda ko'p. Eng qizig'i, просто tak bulujnikda havoda turgan. Mana bu o'rmon ham jonga tegdi. Juda ko'p ekan, juda ham ko'p o'rmon. Savanna. Savanna normalniy biyom, lekin rangi menga yoqmaydi. Qanaqangidir past rangi. Yaxshi oddiy biyom qidiramiz. Yana oddiy biyom qidiramiz. Ana undan keyin bo'ldi. Men chota dunyoni hamma joyini kezib chiqdim. Просто tak bitta joyda uy qurishimiz kerak. Lekin bunaqangi rangi bo'lmasin-da, normalniy rangi bo'lsin. Bunchalik ham menga yoqmaydi. Xo'sh, yana bitta bunaqangi ko'z oldim. Ustida nimasi ham bor ekan. Nima qiladi bu? Nima o'zi bilmayman azizlar. Chota g'alati narsa. Bunisi lekin sariq ekanda, xuddi mushuk ko'zga o'xshab. Bilmadim. O'zga isroillarning kemasi bo'lsa kerak. Yaxshisi просто tak hozircha ignore qilamiz. Hozircha. Bu yerda aytdim, zombilar bor deb qoch, qaysi o'lasan? Bandamka. Juda ham zo'r. Xo'p, tushunishim bo'yicha bu qishloqchani attributi mana shu yerda qishloqcha bo'lishi kerak, lekin qayerda, qanaqasiga bilmadim. Azizlar, hozir men nimadir topib oldim. Qaranglar.
Meni ko'ryaptimi yo'qmi bilmadim, lekin juda ham xavfliga o'xshayapti. Nimagadir pichirlab gapirishni boshladim, go'yoki meni eshitadigandek. Okey. Yaxshi, prosta aylanib o'tamiz. Bizga problema kerak emas. Tek, asta-sekinlik bilan aylanib o'tsak bo'ladi. Mana shu o'rmon tugamadi-de. Hamma joyda shunaqangi daraxtlar. Hamma joyda absolutni. Qanaqangidir biyomchalar boshlanadi, tez tugaydi ekan. Oppa, shoshmanglar. Nimadir topdim. Yana bitta o'sha Bratni uylaridan biri. Yaxshi borib o'tirmaymiz, shunchaki yo'limizda davom etamiz. Mayli. Ikki tomonimda izlar normalniy biyomlar, lekin men qanaqangidir g'alati biyomdan yuryapman. Tekislik. Yo'q, ishonmayman. Hozir ko'ramiz. O'zi qaysi tomonga ketyapman men? Bu tomonda ekan tekislik, hozir ko'ramiz. Tak, bitikda daraxtchalari bor, vроде normalniy, uy qursak bo'ladi. Bilmadim, hozir ko'ramiz. Iltimos, balandliklar bo'lmasa bo'ldi. Okey. No, supermas. Uy qursak bo'ladi, lekin sizlar nima deysizlar? Mayli, hozircha qo'yib ketamiz. Siz izohlarda yozib qoldiringlar, kim bu? Kimlardir bor mini kartada. Izohlarda yozib qoldiringlar, agar shu yer yoqqan bo'lsa, menga unchalik ham yoqmadi. Tekislik emas-da, qanaqangidir tog'larning usti chiqyapti. Pastdan nimadir bor. Daraxt bor ekan pastda. Tushunarli. Bilasizlar, bu darajali uy. Bunaqangi ko'rinishlarni deyarli ko'rmaganman. Ilgari ko'p chiqardi. Mana shunaqangi ko'rinishlari, eshik bu yerda ekan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerda tort bor, ikkinchi etajda adashmasam kravat, sumka, hamma narsa bor. Sumka debman, sunduq, hamma narsalar bor. Darajali uyning luti qaranglar. Regeneratsiya. Как раз mana shu narsa menga kerak edi. Olmalar hozircha tegmaymiz. Qonunlar normalniy. Va men bu yerdan asta-sekin bilan pastga darajali uyga kirib ketadigan yo'l bor. Hozircha kirmaymiz, chunki men stoldarim unchalik ham ko'p emas. Men buni yeb ketamiz hammasini. Bo'ladi. Nima yonyapti bu yerda? Tushunmadim. Qanaqasiga yonyapti? Tushunarsiz holat. Mayli. Nimadir topib oldim. Qishloqcha bo'lsa kerak. Normalniy, как-раз qishloqcha qidirganim o'zi. Xo'p, birinchi chiqqan uy tushunishim bo'yicha qurol sotadigan Brat uylari. Hozir ko'ramiz bu yerda miltiq bormi. Hatto miltiqqa savdo qilsam zo'r bo'lardi-da. O'qini o'zim topib olardim bir amallab. Tek. Mayoq bor ekan bu yerda. Точный o'shani uyi. Mayoq ishlab ketdi. Ko'rdinglarmi? Qanaqa ishlaydi? Vaqti bilan o'zi ishlaydimi yoki bilmadim. Xo'p. Bratim qanilar? Bratim yo'q ekanlar. Okey. Tushunmadimki bu yerda hech narsa yo'q. Nimadir qo'ysa zo'r bo'lardi-da. Jitel o'zi yo'q. Juda g'alati. Boss spam bo'ldi orqamdan. Kim ekan bitta ko'raylikchi. Agar o'tirgan skelet. Nimaga o'tirgan bu? Okey, o'tirgan bu o'lib ketdi. Yaxshisi bunga hujum qilmaymiz. Yo'q, rahmat, menga problemalar kerak emas. Tak, tepada nimadir yondi. Bu nima o'zi? Qanaqangidir qasr. Uni qaranglar chiroyligini. T-Rex mi? Bola, T-Rex ekan. Azizlar, uni chiroyligini qaranglar. Kelinglar bitta uxlab olaylik. Men shuni o'zimniki qilib olaymi? Tak. Uxlaymiz. Dinozavrlar yo'qmi? Men bu yerda yurgan edi. Menimcha yo'q. Men bu nima? Tushunmadim. Kimsan? Men bu birinchi qismda chiqqan yana o'sha olmaxon. Nimagadir mana shu depressiyaga tushgan olmaxon hech yurmas ekanda, prosta turar ekan. Yaxshi ko'rgan qiz yaslashib ketganmi, nima balo bilmadim. Короче, Brat, bu zombi-yu. Men zombini taniyman. Zombi. Olmaxonga hujum qilyapsan sen. O't nariyoqqa. So'sga so'rgan zombimidi? Hozir tushunmadim. Og'zida nimadir bor edi, короче. Qaranglar, og'zida nimadir bor, точный. Bunisi ham olmaxonga hujum qilyapti. Nimaga? So'sga so'rgan zombi nasanga. Okey. Nimadir berdi. Menimcha so'skasini yo'q, bermadi. Tashavoramiz. Miyasi bizga shay kerak emas. Tak. Qo'y yuribdi, lekin qasrga prosta gap yo'q deb bitta rasmga olayman shuni. Prevyuga qo'yamiz. Uni turishini qaranglar, chiroyliligini. Prosta idealda. Bitta o'zim bilan birga rasmga olayman shuni. Shoshmaylar. Bitta chiroyli o'g'ilcha qilib, mana. Oppa, turishini qaranglar. Shoshmaylar. Mana. Mana guyi bor edi. Bo'ldi azizlar. Endi o'yinimizni davom ettirsak bo'ladi. Короче, kravat o'zimniki edi, olib ketamiz o'zimiz bilan. Olmaxonni prostadek harom o'ldirishdi. Yo'q. Olmaxon normalmi hammasi? Normal. 50 ta joni bor-da buni. Zombiga aylanmasa bo'ldi. Xo'sh, qasrga albatta kirib ko'ramiz. O'sha yerda o'zimniki qilib olsam, men shuni zo'r bo'lardi. Uy qurishga ham hojat yo'q edi.
G'alati qurilgan, lekin yomon emas, normaliga o'xshayapti. Eshigi qayerda buni? Savol. Narigi tomondami? Narigi tomonni ko'ramiz. Okey. Tak, bu yana nima balo bo'ldi? G'alati joyga uni qaranglar. G'alati joyga qurganda, bir normal joyga qursa zo'r bo'lardi. Balandlikka ham quradimi, jinnimi, nima balo? Okey. Azizlar, tushunishim bo'yicha ana u yerda buni eshigi bor. Zo'r variant edi-yu, lekin bo'lmaydi-da. Agar elektron bo'lsa mayli edi. Uchi bilsam mayli edi. Mana shu uy qilib olardik. Afsuski yo'q. Ketamiz. Standart savanna o'rmonlaridan biri. Hech narsa yo'q-da. Rangi ham menga yoqmaydi, turishi ham menga yoqmaydi. Короче, bir tenga qilma joylar. Bir tomondan yaxshi mana shu uy qilib olsam agar. Chiroyli joylar. Lekin tekismasdi. Bunaqada menimcha uysiz qolib ketaman. Yana bilmadim. Sapfir 1 ni ko'rganmisizlar? Sapfir 1midi, 2midi? Yo'q, 1 emas, 2. Idealni joy topgandim-da. Просто shu 4 tomondan tog'lar, 3 tomondan to'g'ri o'lab olgan, shu tekis chotki joy edi. Sapfir 2 ni uyi eng zo'r uy edi. Uni topish uchun bilasizlarmi? Kamida men 4 ta qism aylanib daydilik qilib yurgandim. Lekin topgandim-da. Sapfir 3 uyi aniq yodimda emas. Sapfir 4 ni uyi ham idealni. Agar kim eslasa agar, короче, hamma joyda suv, kichkinagina orolcha, g'ayrioddiy, g'ayri-noodatiy o'rmonda, juda ham chiroyli joy edi. Men uy qurib olgandim. Xassi menga qasr qurib bergandi. Sapfir 5 da ham xassi qasr qurib beraman deyapti, lekin tekis joy topganim yo'q hali men. Chotki joy kerak edi bizga. Yo'q, zo'r kerak. Shu ko'l ustiga qurib tashasammi? Mayli. Lekin bilasan, men bu simvolичныйda, o'zim mana shunaqangi daraxtdan spam bo'ldim. Zo'r. Mana shu oldiga uy qursam bo'lardi, lekin biyom menga yoqmadi. Minoracha bor ekan, mayli bunga ko'tarilib o'tirmaymiz. Yo'limizni davom etamiz. Nimadir topamanmi, yo'qmi? Lekin ba'zida sapfir meni hayron qoldiradi, mana shu sapfir 5. Ba'zida juda ham hayron qoldiradi, chunki men umuman ko'rmagan, bundan oldingi sapfirlarda chiqmagan lokatsiyalar chiqadi, moblar chiqadi. Lekin ko'pincha oddiy Minecraft biyomlari, mangrov chiqadi ba'zida. O'zi 1.20.1 da mangrov borligini bilmagandim, balkim qo'shgandirlar. Mangrov yangi qo'shilgan biyomlardan biri. O'sha yerga sakrab o'tsam juda ham zo'r bo'lardi-da. Nimagadir qayso sakramoqchi. Pastga qo'ymoqchi edim. Tepaga qo'ydim, ketdi. O'zim blok qildim jinniga o'xshab. Lekin mana bu narsalar juda ham g'alati-da. Turishini qaranglar. Ham havoda turibdi, plus uxlab olamiz. Darrov kech ham tushibdi, tavba. Normali. Hozircha izlar men normal narsa topganim yo'q. Topgan moblarim juda ham kuchli. Ko'rdinglar, bitta udarmas, просто tak shamol bilan o'ldirib olishga sar qoldi. Tak что moblardan uzoq turibman hozircha o'lmaslik uchun. Tak uy topgandan keyin ko'ramiz. Mana shu yerlar ham chiroyli ekan, qaranglar. Turishi juda ham zo'rda. Balkim shader meni ko'zimga chiroyli qilib ko'rsatyapti, lekin gap yo'q. Adashmasam menda kema bor edi. Kemani ham tashib olgan ekanman qayergadir. Mayli, menda tapor bor. Prosta kema hesab olamiz. Narigi sohilga o'tamiz. Menimcha butun dunyoni 8 marta ochib chiqdim. Keyin kartani to'shni update qilishimiz kerak, chunki nagruzka beradi-da. Qaranglar. Hamma joy ochib chiqqanman. Juda ham ko'p joy unaqa. Prosta men bu yer aylanib o'tganman. Jinnixonani o'zginasi. Kelgan joyimga kelgan ekanman. O'zim men tanish ko'rdim mana shu yerlarni. E'tibor bermadim. Короче, keyin kartani udayt qilib tashlaymiz. Hozircha biz mana shu yerdamiz. Tak, mayli. Kelinglarda crafting table, ana undan keyin bir donagina bizga lotka kerak. Tak, bo'ldi. Tak, ajoyib. Sindiramiz, olib ketamiz. Let's go. Hoppa, azizlar, bu yer ham tekstga o'xshayapti. Ancha-muncha joylar bor ekan. Hozir ko'ramiz. Iltimos, faqat tekstlik bo'lsa bo'ldi. Balandliklar bo'lmasin. Okey. Shoshmaydi. Shu mini kartaga e'tibor beradigan bo'lsak, narigi tomonlar juda ham tekst ko'rinyapti. Tak va hoppa. Suv ko'p ekanda. Yo'q, mana shu yerlar. E'tibor bermagan ekanman. Regeneratsiyani ichib olamiz. Okey. O'zim mana shunaqangi holatlar uchun olib yurgandim. Normalniy. Necha sekund? 1 minut 26 sekund. Wow. Qanaqangidir qasr. Azizlar, menimcha men uy qurishga joy topdim. Qaranglar tekisligini bu yerlarni. Cherkov. Normalniy. Tashlandiq cherkovlarning biri. Hoppa, chotki ekan. Zo'r. Tekisligini qaranglar. Wow. Okey. Yana nimadir bormi bu yerda? Biz ko'rmagan, biz bilmagan nimadir bo'lsa.
Yo'q, hech qanaqangi surprizlar yo'q. Azizlar, variant juda ham zo'r variant. Mana shu yerda uy qursam bo'ladi. Okey, izohlarda sizni fikringizni kutaman. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha deb qolaman. Mana shu yerda videomiz tugadi. Lekin menga yoqdi. Qaranglar, zo'r. Xullas kalom azizlar, izohlarda yozinglar, yoki mana shu yerda uy quramiz, yoki yana dunyoni aylanib, salto qilib, bir bola bir narsalar qilib, hamma joy ochib tashab, yana variantlarni ko'ramiz. Lekin, sizlar bilan Kayzo bo'ldi. Barchaga tomosha uchun Abduji rahmat, barchaga xayr.